Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz va patsientlarimiz bizga shunaqa chiroyli motivatsiya bo'ladigan, bizga odzivlarni yuborishadi. Bu patsientkamizda ham ularning istoriyalari juda ham qiziq bo'lgan. Bular bizga kelguncha ikkita homiladorlik bilan rivojlanmay qolgan va ikkilamchi bepushtlik 3 yil bilan murojaat qilishgan. Undan keyin 3 yilgacha farzandli bo'lishmagan, juda ko'p joylarga murojaat qilishgan va siz ona bolasi klinikasiga bizga kelishganda biz bilan puxta tayyorgarliklar ko'rib, defitsitlarni qoplab va multifolikulyar tuxumdonli holatda bo'lganiga stimulyatsiya berganmiz va stimulyatsiyamizda ikkita tuxum hujayra yetilgan, kutganimizdan ham a'lo natija bo'lib, bularda egiz homiladorlik olganmiz va qon quyuqligi, trombofiliya diagnozi qo'yilganligi uchun bularni biz trombofiliya protokoli bo'yicha olib borib, alhamdulillah 9 oydan keyin ikkita sog'lom, shunaqa chiroyli, shiringina o'g'ilchali bo'lganmiz va bizlarni hayit bayramlari bilan, Navro'zlar bilan tabriklab, shunaqa chiroyli rasmlarni bo'lishdilar. Ilohim kim niyat qilgan bo'lsa, hammalarga shunaqa sog'lom farzandlarni tilab qolamiz. Albatta umid qilishdan to'xtamang va o'z vaqtida demak mutaxassisga murojaat qiling.